Endi inshaalloh tomonlashlarim bittada ketsa kerak. O'sha narsani topa oldim. Mana qarang. Yoshligimizda nima deyishardi? Oylarimiz, buvilarimiz dumba sur deyishamidi? O'shani yomoni kelib qoldi. Mana qarang, internetda shunday ko'rdim-u, srochniy menga chiqarib yuboring dedim. Dumba power degan profilni ko'rib qoldim. Xudo shu boshqacha-yu. Uni hozir jonli birinchi marta yeb ko'rib, ko'zingiz oldida aytaman. Bismillah. Bunaqa tayyor to'ralganligi ham bor ekan. Buni olar ekanmiz. Mana bu hozir bitta parra bo'g'on kanonni tayyorlab qo'ydim. Ikkitasini qo'yib yubordim, qani? Bir xil dumbani yo'mayman, yo'qmi deyshadi. Balki bu unaqa emasdir. Sariyodagi ketargan-ku. Gap yo'q. Qanaqa qo'yi hidi, dumani hidi kelmas ekan. Tudlangan bir ajoyib ta'm kelyapti. Bilmayman, bu qanaqadir sirli retseptda pishirilganmi? Nonlargacha berib yuborishdi. Dumba power. Обязательно hoji aka, mendan yaxshi bilasiz nima yeyishni. Mana bizga havas qilib bitta zakaz qilib ko'rdim. Siz ham yeb ko'rmagan bo'lsangiz, hozir bitta zakaz qilib ko'ring-da.